bir etajli qishloq sharoitida tushadigan proyekt so'ragan mijozlarimiz uchun bir etajli proyektimizni planirovkasi bilan tanishtirib o'tamiz. Kirish darvozaxona qismi uzungina darvozaxona. Где-то bir ikkita mashina sig'adigan holatda ro'parada bitta mehmonxonamiz mavjud. Bu joyda asosiy kirish xod, kirganimizda uzungina koridor va yonida bitta umumiy sanuzel va bitta kattalar yotoqxonasi, uni oldida bo'lsa bitta umumiy dam olish xonasi bor. O'rtamizda bitta oshxonamiz mavjud. Bu tarafda esa bitta mehmonxona va umumiy sanuzel, kirish koridori, bitta kattalar yotoqxonasi va bitta bolalar xonasi mavjud. O'rtaga mana bu shaklda, chiroyli shaklda landshaftniy zeleniy zona berganmiz. Ro'paraga naves qilinadi. Umumiy o'tiradigan, yozgi kunda salqinda o'tiradigan joy bo'ladi. Va mehmonxonamizning orqa tarafida letniy yozgi kuxnya, yozgi oshxona, mehmonxonamizning pasti podval bo'ladi. Letniy kuxnyani oldidan tushadigan podval. Do'stlar, kimga shunaqangi proyekt chizish xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, nomerimizni qoldirib o'tamiz. Biz bilan bog'lanishliklaring mumkin. Bizning kuzatishda davom etinglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.